Assalomu alaykum aziz do'stlar, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari hamda YouTube foydalanuvchilari. Bugungi sanamiz 12-may, hafta kuniga seshanba, Andijon viloyati Shahrixon tumani Xoldovonbek ko'cha mol bozoridan sizlarga mol qo'ylarni ko'rsatib o'tib ketishga harakat qilamiz. Albatta videolarimizni oxirigacha ko'rib, do'st birodarlarga ulashib berasizlar. Sizlar olindi shekilli. Olindimi aka? Nech puldan deyapsizlar bularni ahlan? 19 million so'mdan kamlari bor deyapti. Taxminiy bo'ylari shu 1.15 atrofida chiqib turadi. Ya'ni 2 dona, jupa 4 dona ekan. Hammasini 19 dan deyapsizlarmi? 19 million so'mdan narx aytayapti. Savdolari bo'lyaptimi? Nech puldan so'rashdi? Sir bo'lmasa. 17 million 500 mingdan 18 million so'mgacha savdolari bo'pti. Hozircha berishmabdi. Sizlarga e'tiboringizga navbatdagi yosh ko'chat buqalarni ko'rsatib o'tib ketamiz. Buning narxini nech pul deyapsiz? 18 million 500 ming so'm kamlari bor deyapti. Yemoq ichmoqlari yaxshimi? Bir hafta sinovini so'rab. Yemoq ichmoqlari yaxshi ekan, bir hafta sinovlariga beraverar ekan. Savdolari bo'lyaptimi? Bo'lyapti, 17 million qilishyapti. 17 million qilyapti ekan, bermayapti ekan. Xudo xolasa ozmas qo'ysa berasiz. Telefon nomer qoldiraylik ishqibozlariga. 97lik 320 42 22. Shu nomerga aloqaga chiqaverasizlar kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa. Manzil qayerda? Oltinko'lda Qo'shtepasi. Oltinko'lda Qo'shtepasidan ekan. Aka bozoringizni bersin. Olindimi shved? Olindimi ko'h? Nech pul bo'ldi? 8 million. Qaysi biri? Qisir aka 18 million so'mga barakalari bo'lib olib chiqib ketishyapti. E'tiboringizga navbatdagi pullari yengilidan, buqani ko'chatlari chiroyligidan. Aka, narxlari nech pul ekan bu? Savdosi bo'ldimi? Nech pul? 18 million so'mga berishmabdi. Navbatdagi buqani ko'rsatib o'tib ketamiz. Arqoldilari chiroyli, taxminiy bo'ylari shu 1.5 pilusida. Aka dehqonchilikmi, tirikchilikmi aka? Akamizga bo'ldi. Akamizga bo'ldi. Dehqonchilik aka. Nech pul narx aytyapsiz? Yo aka siz olmayman. Siz chiqarmayman. Nech pul narx aytyapsiz? Nech pul beryapsiz? 16 million 500 ming so'm shu tog'amiz savdo qilib turib ekan bermadi. Mashg'ulachin olinibdi. Aka nech pul oldi? 14 million so'm bo'pti. Olib chiqib ketishyapti. Dars ko'rsatishda davom etamiz sizlarga e'tibor. Aka buni puli nech pul ekan? 15 million. 15 million so'm qilyapti ekan, bermayapti ekan. Mana shuni ovoqimiz. Taxminiy bo'ylari shu 1.10 atrofida chiqib qoladi. Ammo unchalik sifat darajalari unchalik chiroyli emas, uncha o'tg'aribroq ekan. Zimsko ham. Aka ot olindimi? 19 million 200 ming so'mga shu qo'yamiz. Shvedlar nech puldan bo'ldi? Zimsiz. Yosh ko'chatlaridan ko'rsatib o'tib ketamiz buqalarni. E'tiboringizga havola qilib, xudo xolasa shved buqalarida zo'rlardan, nomer adillaridan mana mashitlarda bor ekan. Puli nech pul ekan mashinasini? 18 million so'm kamlari bor deyapti. Taxminiy bo'ylari 1 metr pilusida, 1.5 atrofida chiqib qoladi. Monolari-chi? 18 million so'mdan juplari kami bor ekan. Savdolari bo'lyaptimi? Bo'lyapti. Nech pul berishyapti? 16 million so'rayapti ekan, jupiga 32,5 savdo qilishibdi, bermabdi. Monosicha yiriroq ekan. Ishqibozlariga nomer qoldiraylik. 91lik 173 74 12. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Manzil qayerda? Andijonda Bog'shamoldan ekan ukalarimiz. Bozoringlarni bersin. Telegram, WhatsApplari bor ekan shu nomerida. Bozoringlar bersin. Savdolari bo'lib turgan joylarida. savdolari bo'lib turgan joylardan realni.
Olmadı doğrusu. Kursançılığı bilen beri arayayım. Fırsatlarını nasıl Bering aka. Necha pulga bo'lyapti aka? Barakasi xudo xolasa. 7'ge bölüyor. Ha 15'i 7'ge bölüyor. Qaysi biri? Mana ustidan hozir savdolari bo'lib turibdi ekan 15 million 700 ming so'm. Shunisiga savdo qilib turibdi ekan. Ammo 1.5 pildisida chiqib qoladi, ko'chatlari chiroyli ekan. Yaxshi buqa ekan mana ekan. Shved ishqibozlariga. Yosh ko'chat shved novvoschi. Aka narxi necha pul ekan? Hormang. 20 million so'm kamlari bor. Taxminiy bo'ylari 1 pildisida chiqadi. Arqa oldilari kelishgan. Savdolari necha pul bo'lyapti aka? 17 million so'm savdolari bo'lyapti-kan, akalarimiz berishmayapti ekan. Xudo xolisa ozmoz qoldimi aka? Ozmoz qoldimi? Xudo xolisa ishqibozlarga nomer qoldiraylik aka. Shunday qoldi. Ayting aka nomer. 17,5 beraman. 17,5 ga bermadingiz. 17 ga beraman. 17 ga bermadingiz. Ishqibozlarga nomer qoldiraylik bo'lmasa aka. Nomerimi? Ha. 90lik. 90lik. 211 60 05. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Manzil qayerda aka? Buloqboshdan ekan. Shved ishqibozlariga yosh. Necha oylik ekan tog'a? 6 oylik. 6 oylik deyapti tog'alarimiz. Ammo oyoqlari ham kelishgan, hamma yo'llari joyida ekan. Endi jichcha odamlar ko'p. Tiqirroqda olyapti. 22 million so'm kamlari bor deyapti. Savdolari qanaqa bo'lyapti hoj bu? 20 million 200. 20 million 300 ming so'm so'rashibdi, bermabdi. Taxminiy bo'ylari 5 plyusida 10 atrofida chiqib qoladigan buqa. E'tiboringlarga bitta semental, bitta shvedni tozasidan, lekin toza ekan, german, ha? German ekan. Narxlari necha puldan aka bularda? 30 million so'mdan kamlari bor ekan. Aka necha oylik bo'ldi-kim bular? Bu 4 oylik, bu 6 oylik aka. Bunisi 4 oylik bo'pti, nargisi 6 oylik bo'pti. O'zimizni fermalar bo'zaklarimi aka bular? Gibrid. Rossiyskiy ekan, gibrid ekan. Ana nargisi toza german ekan. Bunisini 24 million 500 ming so'mga bermabdi. Bunisini-chi aka? Bunisini 24 ga bermabdi. Ikkovi qisqasi jupiga 48 million 500 ming savdolari bo'pti, bermabdi. Ishqibozlarga nomer qoldiraylik aka, tozalik ko'chatlariga. 95lik 755 27 84. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Molda holatlari ham go'zal, ideal. Manzil qayerda dedik aka? Asakada, Saidobod. Asakani Saidoboddan ekan akalarimiz. Aka, bozoringizni bersin, sog' bo'ling. Xo'p, aka. Xo'p, e'tiboringlarga dalsh ko'rsatib o'tib ketishga harakat qilamiz. Dalshni davom etamiz. Mana yerda sementallarni go'zallaridan ko'rdik. Ishqibozlariga xudo xolasa ko'rsatib o'tib ketamiz. To'qal yosh variantlaridan. Aka hormanglar. Aka hormang, assalomu alaykum. Charchamayapsizmi aka? Ko'ring. 100 ga 100laridan sementallardan. Necha oylik ekan aka bular? 3 oylikdan. 3 oylikdan ekan. Ana oyoq qo'llari ham mana polvonlardan, haqiqiysi ekan. Narxlar necha puldan aytyapsiz aka? 32 milliondan kami bor deyapmiz. 32 million so'mdan kamlari bor. 32 million 500 ming so'mdan kamlari bor. Aka savdolari qanaqa bo'lyapti bularda endi? 55 ga yo'q. 55 million so'm qilishyapti ekan, akalarimiz berishmayapti. Ishqibozlarga nomer qoldiraylik aka, bunaqalardan qidirib yurganlar ko'p. 90lik 231 nechi? 231 Aha. 9758. Shu nomerga aloqaga chiqaverasizlar. Manzilni qayerda dedik aka? Kirgili, Marg'ilon Kirgili. Marg'ilonda Kirgilisidan ekan. Xudo xolasa Bunyodbekdan desa aka, kelish posingiz dastavkasini yetkazib berasiz, xudo xolasa. Bo'ldi aka, bozoringizni bersin. Qo'chqarlar necha puldan bo'pti? Necha pulga bermadingiz? 6 million 600 ming so'mdan sotishmabdi shu qo'chqarlarni. 4 million 600 ming so'mdan barakalari bo'pti. 1 2 3 4 5 6 donasi bir joyda. Qo'chqar ekan hammasi. Aka buqa sotilibdimi? Nech pul bo'ldi? 26 million. Greenfordchi aka.
Bu aka 32 milyon so'm bo'pti Greenford. Aka bo'zaycha necha pul bo'ldi? 10,5 bo'pti xunajincha. Buqa necha pulga sotildi aka? Buqa bu yerda faqat asha necha pul bo'ldi deydigan joylarida. Mana bu yerda sement al. 22 milyon yer Aka qaysi biriga bo'lyapti savdolar, hormanglar? Mana shu chekam 21 million bo'lyapti. Jicha ozginasi kam 21 million so'm savdolari bo'lib turibdi ekan, akalarimiz bermayapti. Ketuvoshlari omad zo'r, holatlari yaxshi ekan, arqalari ozgina torroq ekan xolos. Qo'chqarlar necha puldan bo'ldi? Necha puldan? har xil aka. Necha pul har xil aytaveringlar. 7ligi ham bor, 8ligi ham bor. Mashinasi 8 million so'mga sotilmadi. Bunisi 7 millionga sotilibdi. Bitta semiz buqa kelyapti. Qassob aka necha pul bo'pti? Aka necha pul bo'ldi? Buqa 39 million so'm. Aka taroziga bo'ldimi, oyog'iga bo'ldimi? Qor aka. Turishiga bo'pti, turishiga hozirgi buqa. Xunajinda chiroyli kelyapti. Necha pul bo'ldi aka? Cho'ta yolg'on aytdi. Aka necha pul bo'pti? Qo'chqar necha pul bo'pti qo'chqar? 5 million 200 ming so'm bo'pti mana qo'chqar. Ko'rib ko'rasizlar. Savdolari bo'lyapti ekan aka mashikosiga bo'lyaptimi? Mashikosiga savdolari bu qizg'in bo'lib turibdi ekan, mana akalarimiz savdolarni qilib turibdi. Necha pul berdingiz qor aka? 38,5 million. 38 milyon 500 ming so'm savdo. 39 milyon so'mga ol deyapti. 38 milyon 500 ming so'm so'rashyapti. Berishmayapti. Ikkitasini. Aka necha pul bo'pti? Necha oylik aka? 8 oy. 8 oylik. Necha pul bo'ldi baraka? 23 million 100 ming. 23 milyon 100 ming so'm. Nechinchisiga? Birinchisigami? Ikkinchisiga. Zo'r bo'pti, arzon bo'pti. Aka bu sigirlar necha puldan bo'pti? 31 ga 25 oldi. 31 milyon so'mga 25 milyon so'm. Zo'r bo'pti aka. Bittasining yoshi ulug'roq ekan ama. Ben Shvet olinibdimi? Aka necha pul bo'pti barakasi aka? 27,5 million. 27 milyon 500 ming so'mga barakalari bo'pti, ama arqa oldilari ketlari chiroyli ekan. Yaxshi buqa ekan mana. Bunisi ham olinibdi. Shura o'yingasizlar. 18 milyon so'm bermayapti. Yo'q, realni necha pul bo'lyapti? 8 ga bermayapti. 18 milyon so'm savdolari bo'lyapti ekan, berishmayapti ekan. Nomer qoldiraylik arzoniga aka. 93lik. 93lik. 246 246 2603. 2603. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Shaqidanchi, xolasanglar shaqidan, xolasanglar bo'ynidan baylaysizlar ekan. Manzil qayerda aka? Shahrixonda Oq masjididan ekan akalarimiz. Yemoq ichmoqlariga bir hafta emas 10 kun kafolatini beraveradi. Bunyodbek o'zidan telefon qilishadi aka, xudo xolasa. Bozoringlarda bersin. Shu Greenford buqamiz olinib shekilli. Aka barakasi necha pul bo'ldi? Sotiladi. Necha pul deyapsiz? 33 milyon so'm kamlari bor. Ishqibozlarga nomer qoldiraylik. Nechilik nomini aytib? 88lik. 393 38 38. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Manzil qayerda aka? Andijon shaharda. Andijon shaharida ekan. Bozor Alzordan chiqadi bu mol. Oma qo'polliklari qo'pol tepasigacha pastga chicha qopni tuxum qo'ysa turadigan bo'lib qopti. Yana ozgina mehnatlari bor ekan. Ishqibozlarni aloqaga chiqaverasizlar, nomerlarini qoldirdik. Jahon kiloga bo'ldimi bu? Nech puldan? 68 mingdan taroziga bo'pti. Hozir mana taroziga qo'yib ko'ramiz. Xudo xolasa mana qo'y turibdi ekan, qo'chqar.
Taroziga necha puldan bo'ldi aka qo'chqar? Sotilgan yo'q. Sotilgan yo'q ekan. Necha kilo chiqdi aka? 103 kilo. 68 mingdan taroziga bo'pti. Endi hozir qo'ylar tortib olsa yana bitta qo'yib qolibdi. Keyin ashani novvosni ham ko'rsatib o'tib ketamiz sizlarning e'tiboringlarga. 106 kilo. 106 kilo. 6 ham 5 ham bo'lyapti. Qo'ying yana bitta qo'ying. Taroziga necha puldan bo'lyapti o'zi? 82 dan ekan qo'y. Necha kilo chiqdi ukaxon? 452 kilo chiqdi 68 mingdan. Skitkasi bormi yo'qmi? Bor 3 kilo. 3 kilo skitkasi bor 68 mingdan. Savdolari bo'lib turibdi mana shu yerda, qizg'in savdolari. Aka shunga bo'lyaptimi savdosi? Necha pul bo'lyapti aka? 32 million so'm turishiga savdolari bo'lyapti ekan. Mana shu yerda qizg'in bo'lib turibdi. 32 million so'mga berishmayapti. Xudo xolasa barakasiga oz qoldi aka. 32 million so'm savdolari qizg'in bo'lib turibdi. Mana shu yerda mana akalarimiz savdolarini qilib turibdi. Xudo xolasa ozgina qolibdi, 1-200 ming so'mligi qoldi. Xudo xolasa barakalari bo'ladi. Omma go'shtdorliklari go'shtdor obunachilarimiz. Mana shu yerda yana bo'lyapti ekan. Shunisiga 28 million 400 ming so'mga xudo xolasa barakalari bo'lay deb turibdi. 28 million 400 ming so'rashib turibdi. Yengilchilik bilan baraka. O'zim kabini sotyapman. O'zim kabini sotyapman. Jon aka. Oling, qori. Barakalari bo'ldi. 28 million 500 mi 400 mi aka? 28 million 400 ming so'mga barakalari bo'ldi. dan qo'y berdi. Yo'q deyam. Qaysi biriga hoji tog'a? Ammo lazım sizga 65 dan qo'y bermayman. 65 ming so'mdan taroziga qo'yishib bermayapti ekan. 66 ming so'mdan bo'lsa qo'y beramiz deyapti ekan, qo'yishmayapti ekan. Hurmatli obunachilarimiz, shuning bilan videolarimizni yakunlaymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan Bunyodbek Uz bo'ldi. Kommentlarni gumillatib to'xtatmaymiz. Sog' bo'linglar. Assalomu alaykum. Rahmat, o'zim. Rahmat, Rahmat. Keldi. Acha, Bir haftacha bo'ldi, bir haftadan o'tdi. yaxshimi o'zi? Rahmat, rahmat. Akalar ketdi. Hatta O tashqarida rovatda edi sekin. kira qilyaptimi? Ha, Bo'pti. bering. 42 berdi dedim ama olmadı. Yana Greenford. Yo'q, Yana Greenford. 42 berdi ama. Greenford olibdi. bir deb turib oldi. Nima deyapti? Bugun hali Olimjon ham telefon qilyapti. 65 dan ertalabda so'radi, hozir 62, 63 deyapti. Ha. Turishiga savdo qilmayaptimi? Turishiga nechi pul? 34 berishyapti ertalab. Ha. Hozir turishiga savdo bo'lgan yo'q. O'zichi nimaga ham manaqa semiz olmagunizcha bilmaysiz ekanda. Biz ham bir ovodik, o'nayn nemagur. Qani endi Bey bu bir marta, 2 marta, 3 marta, 5 marta pant yeysizda bunda. anaqa ekan. Pant yeb, keyin ko'zingiz pishib ketadi. Anaqa ekan. Lekin pant yegunizcha boshqa dehqonlarga yaxshi Nima qilasizlar. Lekin bir tomondan klient ham ko'paytirib olasiz-da. Nasha deysiz, sizcha qimmat bersiz, kim yaqinlashmaydi. Ha. O men katta novvosga men novvos ushlab olib kiradigan bo'lsam, ishonavering.
sotiladigan joydir. Turor ishtalik. Bu bozorda. Ashkotmi? Birinchi hardoni ham o'zimdan. Endi kelyapman. Bo'ldi, nasibdaman do'st. Xo'p, telefon qilaverasiz. Katta boshni ko'ring. Voy, yo'lda turmanglar, yo'lda Esbolda aka. Tushunmadim. Musajonmidi? Ko'rolmayapman-da. O'tirganmi, o'tiraveraman. Mashina ustiga qo'sh beraman. Yer ustiga yur dedimmi? Xo'sh, Yapsa, aslında balık koyun ya. Musajon degan bola bor.
Ovoz bozorlar kezib chiqdim ama. Ha! Limonlar olasanmi? 27 milyon. Hala mola total. Neskunlar hatyapti. Endi 16 ga berar. 16 ga berar. Simit olmasa toza. Ha. Hibrid. Kimsiz? Özüm o'ylabman-da hozir. Ya o'zim o'ylabman-da. Olishdimi? Ya lekin yaxshi pulga oladi. Endi misol Mashkepadadan nima bo'ladigan bo'lsa, yo lekin yaxshi 17 ga yaxshi. Lekin shu oyoqlaring ingichkaligi bor-da. O'sha qancha ular? Qazin. Qilsam bermadi. Ha.